Hamid aka, kiyokasini shimda yaxshisi necha bo'ladi? 700 ming so'm. Xullas kelaman aka. Yaxshi ham sana surat qo'yganim. Nima laqib yuribsan? Og'aynim o'zim ish yetaman-ku. Olmaylar aka. Mana do'stim, senga aytgan kasbim shu. Satta manmanlar kiyadigan, o'zi 200 dollar sotadi, senga 1 million 300 ming so'm qilib beradi. Axir yoshidan o'rtaqmiz-ku. Bo'ldi, senga ishonaman do'stim. Zo'ra sifati xudo xolasa. Aka, sal arzonroq qilib beraymi buni? Bo'ldimi? Ma'qul bo'ldimi? Olaygan bo'ldilarmi? Ma'qul aka, sal arzonroq qilib bersangiz bo'ldi. Bo'ldi. Ukam Surajxonning hurmatlari bor, 700 ming so'm qilib beramiz. Bo'laverami Surajxon? Bo'ldi aka, zo'rlab berdingiz. Yaxshi ham san borsan do'stim. Boringga shukr, rahmat do'stim. Ha bo'ldi do'st. Baxtli bo'lsang bo'ldi-da. O'rtak katta rahmat, o'tarsan to'yga. Aka, o'tinglar, rahmat. Bo'pti, xizmat bo'lsa kelaver. Bahliroq o'tarsan oshga. Abduhamid aka, shu qilgan ishingiz yaxshimi o'zi? Tirikchilikdan qo'ydingiz mana aka. Nima qildim ukam? Do'stim deb olib kelib 700 ming kasini shunda 1 million 300 ming baho aytyapsiz. Dem bo'li o'zimizni ishni, Turkiyani ishi deb maqtayapsiz. Gaplarini eshitmadingmi? Rossiyadan qiynalib ishlab keldim. To'y boshlab qo'ydim do'stim degan joylarni eshitmadingmi? Kechirasan-u, bunaqangi aldab savdo qiladigan bo'lsang, bu do'konga ikkinchi kirmay qo'yaver. Xafa bo'lmayman. Siz ham yaxshi ish qilmadingiz lekin aka. Do'stingman deb choqqazdilar men u joyga sig'madim biroq. Do'stingman deb